Bosh og'rig'i bu ogohlantirishdir, e'tiborsiz qoldirmang. Boshimizda 100 milliarddan ortiq neyronlar bor. Ular har xil bizga signal beradi. Og'riq ham bu signallardan biridir. Bosh og'rig'i bu faqatgina oddiy og'riq emas, balki tanangizdagi hamda boshdagi ma'lum bir signallarning haddan ziyod sizga berayotgan xabaridir. Ko'pincha stress, suvsizlanish, uyqu rejimining buzilishi, telefonga yoki yorug' jismlarga, kompyuterga, noutbuklarga bo'lishi mumkin, ko'proq qarashlik ham bosh og'rig'ini keltirib chiqaradi. Miyaning o'zida og'riq sezuvchi reseptorlar yo'q. U og'riq sezmaydi. Lekin atrofidagi tomirlar, to'qimalar shikastlanib, yallig'lanib, og'riq impuls tarzida sizga xabar beradi. Xo'p, boshingiz og'riganda birinchi yordam bu hamma uchun. Birinchi navbatda ko'proq suyuqlik iching. Organizmni suv balansini to'ldirib oling. Ikkinchi navbatda esa chuqurroq nafas oling. Ya'ni bu paytda bosh miya kislorodga juda ham ko'p ehtiyoj sezadi. Hamda yotib dam oling va hech qanaqa yorug'likka qaramang. Ko'zingizni yumib, qorong'u, tinch xonada dam oling. Agar boshingiz tez-tez og'riq qaytalansa, albatta mutaxassisga murojaat qiling. Boshim og'riyapti, o'tib ketadi deb yurmang, balki aniq sababini topib, og'riqdan xalos bo'ling. Boshingiz og'risa, albatta bizga murojaat qiling hamda og'riqsiz, sifatli hayot kechiring. Asabni asrang.